O'timizni yonishi, albatta ventilyatsiya bilan. Eshigini yopib qo'ying bu. Sistemamiz samatok. Hozir ichkarilarda ham bir video qilamiz. Soat necha bo'libdi? Nechidan necha minut o'tibdi? 5. Rovnami? 5:00 da yoqdik. Qani, yaqin natijasini ko'ramiz. Necha minutda bo'lar ekan? Effekt. O'zbekistonda eng arzon va sifatli kotyollar 12 viloyatga dastavkar kelishgan holatda. Xo'p, ustaka obunachilarga narxlarini bitta tushuntirib bering endi o'zingiz. Bo'ldi aka, mana 150 kvadratli kotyolimiz, mo'risi bilan komplet, mo'risi ham ishlaydi. Aha, 1.800.000 so'm qilib beramiz. 150 kvadratgacha istadi. ketdi usta. 4 kitobli kotyolimiz. 4 kitobli. Bu ham 150 kvadratga, bu o'tin ko'mir gazga amaliyotda ishlaydi. Xo'p, 2 million so'm qilib beramiz buning narxini. aha, 4 kitobli bu kotyolimiz, bu o'tin ko'mirga ishlaydi. aha. Buning narxini 5 million qilib beramiz. 5 million qilib beramiz do'stlar. Hamma rangidan bor, muammosi yetkazib berishda. Xo'p, keyingisi usta. 4 kitobligi. Bu 200 kvadratga do'r. Aha. 5,5 million qilib beramiz bularni. Kafolati, garantiyalari bilan Kafolati- birgalikda do'stlar. Undan tashqari bu tomonda parni uchun ham, katta kvadrat uylar uchun ham muammosi yo'q kotyollarimiz bor. Mana 6 millionligi 250 kvadrat joygacha bemalol do'stlar istiforadi. Muammosi yo'q qadrdonlarim. Nomerlar pastda turibdi. O'zbekistonda eng yagona kotyollar o'zimizda Shahrixonda shundoqqina yo'lni bo'yida do'stlar Andijondan Shahrixonga ketaverishdi. Ustaka, Mana bular. bularimiz-chi endi? Bular aka 100 kvadratligi 4 million 600 ming so'm aka. 4 million 600 ming 150 so'm. kvadratligi 5,5 million qilib beramiz aka bularni. Mana do'stlar, nomerlar pastda, ikkilanmasdan telefon. Mana akalar, kotyollarimiz sotuvga tayyor. Qaysi birdan kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar aka. Mana mo'riliklari ham bor. Gurbamiz o'zlari navbatdagi kotyolimiz tayyor bo'ldi. Kotyolimiz 25 so'tlik bizga ketyapti. Istiyanadan o'tgan garantiyalari bor. Isitishiga, betishiga hamma yo'g'iga kotyolimizga 1 yil garantiya beramiz. Xudo xolasa gurbamizga a'zo qo'yilib, bunaqa yangiliklarni ko'pini qo'yamiz xudo xolasa. Bundan kattaroq so'tinglarga ham bizlarga kerak bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Mana shu navbatdagi kotyolimiz o'zimizning asliga o'rnatilyapti. Xudo xolasa keyingilarini ham olib boramiz.